Agarda iPhone'ingizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, uni topish dim oson. Boshqa yerlarga borib murojaat etib yurishingiz shart emas. Videoga bir like bosib oxir narsa ko'rsangiz, o'zim tushuntiraman. iPhone'dan настройка bo'limiga kirib, iCloud o'tganimizdan keyin lokator degan tugmachani bosamiz va dastur qilmay geopozitsiya yonib turishi kerak. Night iPhone'ga kelganimizdan keyin shurdagi 3 funksiya ham yonib turishi kerak. Shu funksiyalarni yoqdingiz, keyin telefoningiz mabodo yo'qolib qolsa, zo'rayingizni, donishingizni iPhone'ni olasdan настройка bo'limiga kirib, o'zingizning iCloud'ingizni qo'shasiz va iPhone'ni o'zini lokator degan ilovasi bor. Shu ilovaga kirgandan keyin kiritilgan iPhone'ingiz shurda ustroyство bo'limidan chiqib turadi. Bu orqali nafaqat o'zingizning iPhone'ingiz, balki MacBook yoki shunga o'xshagan gadjetlaringizdan topsangiz bo'ladi, faqatgina iOS sistemasida bo'ladigan bo'lsa va undan tashqari agarda siz iPhone topib olmayman deydigan bo'lsangiz, bu ishni Android telefonlardan aytsangiz bo'ladi. Liboy telefon orqali istalgan brauzer, Chrome yoki Google Liboyna kiramiz. iCloud.com saytiga kirib, o'zingizning iCloud'ini kiritsangiz, pastda aynan bu yerdan lokator bor. Bu yerga kirib telefoningizni osongina topib olsangiz bo'ladi. Videoni saqlanib tatib qo'ying, nafaqat iPhone'ingiz, telefoningiz, hamma narsangizga mahkam bo'lishingizni sizdan maslahat beramiz va mabodo yangi iPhone yoki shunga o'xshagan telefon aksessuarlarini olajak bo'lsangiz, G-Mobile telefon do'konida oldindan to'lovsiz bir pasport evazini muddatli to'lov olsangiz bo'ladi. G-Mobile'da kutamiz.